xususiy maktab shakllantirishda 3 ta asosiy narsaga e'tibor berishimiz kerak. Har qanday biznes qilishdan oldin birinchi o'ylaydigan savoli shu. Bu biznesdan nima qilmoqchiman? Eng tubi va eng yuqorisini bilish kerak. Har qanday sohada, masalan, eng oxirgi ochdingiz ham deylik, eng cho'qqingiz qayer bo'ladi? Ochdingiz ham deylik, eng tubi qanday bo'ladi degan xulosani tushunish kerak birinchi navbatda. Xususiy maktabda 3 xil toifali insonlar ochadi. Birinchi o'rinda mana shu ta'lim sohasidan chiqqan pedagoglar. Das avval repetitor bo'ladi o'zi mustaqil holatda, o'quv markazida shakllantiradi va shu bino quradi shu xususiy holatda o'zi shu ta'lim sohasidagi inson. Bu juda ham mustahkam xususiy maktab hisoblanadi. Chunki bino ham o'ziniki bo'ladi, ta'lim sohasini 100% tushunadi. Lekin ma'lum bir darajada qiynalishi mumkin, marketing tizimlarida, ma'lum bir boshqaruvlarda qiynalishi mumkin. Bu sohalarga yetuk insonlarni qo'yish kerak albatta. Shu ta'lim sohasidan chiqib, xususiy maktab ochgan yurtdoshlarimiz. Ta'lim tizimini o'zi yaratgan va jamoadoshlar bilan birgalikda yaratgani bilan. Ikkinchi toifali insonlar ochadi, ta'limdan xabari bo'lmaydi, investorlik qiladi. Ma'lum bir darajada ta'limni tushungan insonlarni olib keladida va shularga oylik sifatida ma'lum bir binosi bo'ladi u tadbirkorda, oylik sifatida foydalanib katta oyliklar bilan, maoshlar bilan ishlatib ta'lim jarayonini rivojlantiradi. Uchinchi toifali insonlar bor sherikchilikda. Biri ta'lim sohasidagi inson bo'ladi, ikkinchisi tadbirkor, puli bor inson yoki joyi bor inson bo'ladi. Va mana shu 3 xil toifali insonlar ta'lim tizimida maktab tizimini shakllantirish mumkin, maktab ochish mumkin.